Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Azizlar, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchoqlar bo'lmayaptimi? Barchalarga yaxshilik, xayrlik, barakotlik kun Haq taolo nasib qilsin. Hammamizni Alloh taolo o'zini to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. To'g'ri yo'lda yurish azmi qaror talab qiladi. Mabodo to'g'ri yo'lda yurolmasangiz ham qalbingizda to'g'ri yo'lda yurishni niyat qilishimiz kerak. O'sha niyatda to'g'ri tomonda yurgan odamlarni tarafida turish kerak. Duo qilish kerak haqlariga. Alloh taolo mana shulardan qilgin bizni ham degan tamanni Haq taolodan iltijo bo'lish kerak. Endi uning uchun to'g'ri yo'l nima, uni bilish kerak. Doim jamiyatda, dunyoda inson zoti yer yuzida hayot kechirishni boshlagan ekan, doim haq bilan botil o'rtasida mujodala, tortishuv, bahs bo'lib keladi. Haq juda ko'p o'rinlarda zaif bo'lib ko'rinadi. Zaif bo'lib ya'ni odamlarning ichida paydo bo'ladi. Haq ko'pincha ozchilik tarafidan e'lon qilinadi. Botil ko'p o'rinlarda dunyo sabablarini, dunyo matolarini qo'lida ushlab turib bosh ko'taradi. Haqni ezishga harakat qiladi. Unga nisbatan xoh psixologik, xoh moddiy ma'noda bosim o'tkazishga harakat qiladi. Lekin natijada o'sha ojiz ko'ringan haq uning egalari bilan birgalikda g'alaba qozonadi. O'shaning uchun mabodo siz hayotda haqni o'rgansangiz, haq tarafda turishlik uchun azmi qaror qilsangiz, haqda turaman deb Alloh subhanahu va taologa va'da berib, qiyin bo'lsa ham haqda turishlikka ya'ni uddalasangiz haqda turishni, g'alaba muborak. Albatta g'alaba qiladi. G'alaba shaxslarniki emas, haqniki. Biz mabodo g'alaba qilsak, haq tarafda turganimiz uchun g'alaba qilgan bo'lamiz. Biroz falsafiy kirish qildim. Buni qayta eshitib, bir jonlantirib, bloknotga yozib olish kerak, chunki bu shaxsan meni o'zimning gapim emas. Bir hadisning qisqaroq bir tafsiriga o'xshagan tahlili. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki: "Bada al-islamu g'oriban, fasayaudu kama bada'a g'oriban, fatuba lil g'uraba" deganlar. Islom g'ariblikda boshlandi. G'arib degani arab tilida g'arib deb musofirga ham aytiladi. Notanish boshlandi. Ya'ni siz musofirchilikka borsangiz, o'zingizni mahallangizda, qishloqda, shaharda hamma sizni taniydi. Ko'rsa salom beradi. Musofirchilikka borsangiz hech kim sizni tanimaydi. Hech kim sizga salom bermaydi. Ana shu musofirchilikdagi notanish insonga o'xshab boshlandi islom. Odamlar islomga g'alati ko'z bilan qarashdi. Nima degani u deyishdi. Nimaga la ilaha illalloh deydi? Shuncha xudoyimizni nima qilamiz deyishdi. Hammasidan voz kechamizmi? Sen nima deyapsan deyishdi. G'alati ko'rindi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni gaplariga ya'ni kulishdi ustilaridan. Shuncha xudoyimizni sindirib olamizmi? O'ylab gapiryapsanmi? Jinnimisan ham deyishdi. Rasulullohni jinnimisan deyishdi. Sehrgar. Ba'zi odamlar ya'ni kuch bilan, quvvati bilan u gapga qarshi chiqsa ham ya'ni siyosiy bosimi yo'q, siyosiy manfaati yo'q odamlar iymon keltirishni boshlashdi. Va ular ko'payishni boshlaganda nimaga bunga ergashib ketishyapti? G'alati gapki bu degan odamlar demak bunda sehr bor ham deyishdi. Rasulullohni sehrgar deyishdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Allohga qasamki bu g'oya g'alaba qozonadi dedilar. Allohga qasam dedilar. Chunki Makka mushriklari, siyosiy elita bir qancha takliflarni qilgan edi Rasulullohga. To'xtat bu ishni. Atrofingda ergashgan odamlar
Ya'ni shunaqa qattiq ergashyaptiki, ularni qaytarib bo'lmayapti. To'xtat buni. Xohlasang, ichimizda seni podshoh qilib saylab olamiz. Xohlasang, bu qiz juvonlardan, moli dunyodan seni eng boyimiz qilib olamiz. Agar kasal bo'lib qolgan bo'lsang, davo otib yubordi. Bismillah. Ovoz yaxshi bo'lsa kerak inshaalloh. Xullas shunaqa takliflarni qilishganlarida payg'ambar alayhissalom nima dedilar? O'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni olib kelib bersanglar ham bu yo'limdan qaytmayman dedilar. Allohga qasamki, yo shu yo'lda g'alaba qilaman, yo shu yo'lda o'laman dedilar. Alloh taolo g'alabani 23 yil deganda ko'rsatdi. O'sha taklif qilib o'zlaridan zodagon yasab, siyosiy elita sun'iy shakllantirganlar hammasi bo'ynini egib turdi Rasulullohning oldilarida. Nima qilsang haqlisan deyishdi. G'ariblikda boshlanadi. Va sayaudu kama bada'a g'ariban dedilar. Va tez kunda yana g'ariblikka qaytadi dedilar. Bu nima degani? Haq ahli odamlarning ichida yana g'alati ko'rinishni boshlaydi. G'arib ko'rinishlikni. Yana gapi shuncha odam buni aytib turibdi-yu. Endi shuncha odamga qarshi chiqadimi shu deyishni boshlashadi. Lekin Rasululloh o'sha g'arib holda turib, haq ahli kam bo'lgan paytida haqning tarafida turganlarga jannat dedilar. Jannat. Bismillah. Charchamayapsizlar mahad, yaxshimi hammasi? Hadratni xos majlisda shaxsan men bor edim, o'sha majlisda Hadrat adashmasam Ayubxon domla ham bor edilar. Yana kim bor edi esimda yo'q. Ba'zi mavzularda, siyosiy mavzularda suhbatlashardik. Masalan, men shaxsan o'zim siyosiy muhitdan chiqqanim uchun Hadratdan ko'p narsalarni, siyosiy taraflarini so'rardi. Hadrat bir ajoyib gap gapirganlar. Buni men Facebookda post qilib ham qo'yganman. Aytgandilarki, shuncha yil muhojiratda yurganlarini va siyosiy muxolifatlar bir necha bor Hazratni o'zlariga qo'shilishlikka taklif qilganlarini va bu takliflarni birortasiga ijobat qilmaganlarini yo qo'shilmasliklarini aytganlarini aytib, o'sha joyda aytgandilarki, shaxsan menga aytgandilarki, siyosiy qarorlarim ichida eng to'g'risi mana shu bo'lgan ekan deganlar. O'sha muxolifatman deb yurganlarga qo'shilmaganimni siyosiy qarorlarimdan eng to'g'rilardan biri deb o'ylayman deganlar. Shu ma'noda xos bir o'tirib suhbatlashganimizda aytgandilar. Nimaga desa, Hazratga misol uchun deylik 92-93-yillarda taklif bo'lgan bo'lsa, bu gapni gaplashayotgan bo'lsak, taxminan 2010-yillarda deylik gaplashayotgan bo'lsak, orada taxminan 20 yilga yaqin, 17 yil atrofida vaqt o'tganmi? 17 yilda Hazrat nima ish qildilar-u? Nimalarga erishdilar-u? Muxolifatman deb yurgan shu Jahongir Mamatga o'xshaganlar, Muhammad nimaga erishdi? Ular nimaga erishdi? Ular hech narsaga erishmadi. Ya'ni Hazrat bu yerda men shuncha narsaga erishdim, ular erishmadi demayaptilar. Men to'g'ri qaror qabul qilgan ekanman, o'zimiz ishimizni qilish bilan shug'ullangan ekanman dedilar, bo'ldi. Va bu to'g'ri qarorligi hayotda o'zaksini topgan. Hazrat 150 ga yaqin kitobni yozib, tiriklik paytlarida chop qilib, xalqqa ovozli versiyasini o'qib ham berdilar. Tasavvur qilyapsizmi? Jahongir Mamat. Astag'firulloh, 75 ga kirdi shu chol, bechara. Hali ham muxolif bo'laman, men muxolifat tuzaman, men O'zbekistonga muxolif. Yaqinda birlashgan o'zbek nima edi? Mahobxoratlari paydo bo'lgan edi. Birlashgan o'zbek mahobxorati.
bom. Nomi bom. Ular bomba qilaman dedi, u bom bo'sh bo'lib chiqdi. Astagfirulloh. Ja bular osmonda havolanib bir jamiyat tuzgan edi. O'zbekiston muxolifatini birlashtiramiz dedi. Va ichkarida ham ancha o'yinlarni qilishdi. Bu uzilib qolyapti do'stlar. Bismillah. Asliddin Kamol degan bir quloq bor, quloq. Xohlagan mamlakati xavfsizlik xizmatiga borib, O'zbekistonga qarshi o'zini xohlagan a'zosini sotishga rozi bo'lgan bola. Na bir qadriyati bor, na milliy g'ururi bor, hech narsasi yo'q bola bor, Asliddin Kamol degan. Bir paytlar Jakuy ibn Tezakni o'ziga sun'iy o'gay dada qilib olgan edi. Jakuy ibn Tezakni dada qilib olgan bola, Asliddin Kamol. O'ziga, ya'ni qilayotgan harakatlariga qarshi to'g'ri gapni gapirgan odamni, hattoki Jakuy ibn Tezak 120-modda bilan ayblanib qamalgan odamni ham tarafini olaveradigan bola. Shuni Jahongir Mamat Birlashgan O'zbek Mahab-Xoratiga rais qilib qo'ydi, tayinladi o'zi. Saylov deyishdi, unaqa saylov bo'lmaydi. Tayinladi. Ularning ichida Komil degan Shvetsiyada yurgan bitta nusxa bor, qotil, odam o'ldirib qamalgan, qamoqdan chiqqandan keyin qochgan. Hali balog'atga yetmagan bolalarini oq qilgan. Balog'at yetmagan bolalari. Bolasi nimadir aytganini qilmasa, oq qildim sanlarni deyapti. Jonli efirga chiqib aytayapti. Astagfirulloh, shunaqa darajada odam farzandini oq qilganini, bitta o'g'li, bitta qizini jonli efirga chiqib butun o'zbek xalqiga faxrlanib gapiryapti. Otasiga bolta ko'targan, odam o'ldirgan, bolalarini oq qilgan odam. Shvetsiyada Abror Muxtor Aliyning ustidan bu Abror Goluboylarni yomon ko'rar ekan deb ariza yozgan odam. Shu ularni guruhiga qo'shildi. Nimaga qo'shilyapti bular? Nimaga bu guruh faqat shunaqangi bich tashlandiq odamlar bilan shakllanyapti? Chunki bular chet davlatda yurib, o'sha chet davlatdagi siyosiy boshpana, siyosiy yuyindilarni olish uchun harakat qilib yurgan tilamchilar, gadoylar. Gadoylar jamiyati uchun shunaqangi siyosiy bir guruh kerak bo'ladi. O'sha guruhga birlashib, keyinchalik siyosiy boshpana oladi. Kimdir siyosiy boshpana olaman desa, pulga sotadi. Yozib beradi, undan pul olishadi. Siyosiy muxolifatlarga pul tikadi. Inson huquqlari degan anu Epsteynning sistemasida shakllangan tashkilotlar bor. Kecha ochsam jonli efirlar ko'rinadi YouTube'da. O'sha Komil degan qotil mana yashashni ko'rib qo'ylaring deb osh qilyapti ekan, oshxonasida. Ana bu yonida bitta ro'molli qiz turibdi. Misrlik ekan, u arabcha ham gapiryapti, inglizcha ham gapiryapti. Pastda arabcha yozishyapti-da, arabcha yozganlarning ichida sen bu Komilni xotinimisan desa, arabchasiga yo'q, bu meni erim emas deyapti. Lekin Komil o'zbeklarni aldab, mana ko'ryapsanlarmi hayotni yashashni deb ikkinchi xotini qilib ko'rsatyapti ana buni. Dayus. Shuni endi mana shuni misol qilib men yuqoridagi gapimga bog'lamoqchiman. Muxolifman deb yurgan odamlar Hazrat dunyodan o'tib ketdilar va Hazratni qoldirgan meroslari butun o'zbek xalqi uchun bebaho merosligicha qoldi. Butun xalq e'tirof qildi, buni foydalanyapti. Jahongir Mamatdan nima qolyapti? O'shalarga qo'shilmaslik eng to'g'ri qaror. Yoshlarga ham aytmoqchiman, mabodo kimgadir qo'shilib, nimadir faoliyat olib boraman desangiz, mana shu muxolif ko'rinayotganlarga qo'shilmang. Hayotingizni isrof qilib yuborishadi. Sizni problema, muammolariga tiqib siyosiy ochko to'plashadi. Undan ko'ra
foydaliroq ish bilan shug'ullaning. Ozgina vaqt o'tgandan keyin Jahongir Mamat chiqib aytdiki, endi buni tarqatib yuborishimiz kerak. Men chidamayapman deb chiqibdi kecha. Aslidan Kamol chiqibdi, men ham raislikdan bo'shadim, lekin ishimni davom ettiraman deb qo'yadi. O'lganlaring tuzuk deyman, u bular o'li bo'lgansanlar-da. O'lgan odamga o'lganing tuzuk desa mantiqsiz bo'ladi-da. Bechoralar. Endi do'stlar, bu blogerlik faoliyati. Sizlar esingizlarda bormi yo'qmi bilmayman. 3 oy 4 oy oldinroq bir jonli efirda aytgan edim men. Blogerlik faoliyati, jurnalistik surishtiruv faoliyati, murojaatchilarning murojaatlarini ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqish faoliyatini O'zbekistonda qonuniy asosini ishlab chiqish kerak. Kim nima desa chiqib olib, men jurnalistik surishtiruv qilyapman deyaverishligi to'g'ri emas. Masalan, advokatlarning litsenziyasi, akkreditatsiyadan o'tkaziladimi? Jurnalistlarni jurnalistik surishtiruv olib borishligi uchun alohida akkreditatsiyadan o'tkazish kerak. Ular pullik muomala qilishyapti. Murojaatchidan pul olyapti. Bu olayotgan pulini solig'i haqqa ketyapti. Buni hisobini qilish kerak deb aytgan edim oldinroq. Hozir bu masala boshqa joylarda ham ko'tarilyapti. Shaxsan shu ommaviy axborot vositalari mavzusida mas'ul bo'lgan shaxslarga shu masalani yana bir ko'tarish kerakmikin degan taklifim bor. Nimaga desa, chunki mana ko'ryapsiz hozir antikorrupsiya degan bitta to'da guruh ochib olib, bizga murojaatchilar murojaat qilyapti qilib, ana bu gemoroyini kuchanib gapiradigan 3-4 ta odamni o'sha joyga jamlab olib, odamlarning ustidan pul ishlashyapti. Murojaatchini bergan puliga ko'ra tarafini olib berishyapti. Agar murojaatchi eriga xiyonat qilgan xoin bo'lsa ham uni to'maris deb berishyapti. To'maris deb berishyapti. Bu dahshat do'stlar. Aytib o'tib ketaveradigan narsa emas bu. Bunga jamiyatda qonun yo'l qo'yib bermaslik kerak. Bir paytlar bir odam bor edi, qamalib ham ketdi u. Ofis ochib olib, oldiga Konstitutsiya, Jinoyat kodeksini qo'yib olib, murojaatchilarni chaqirib, ularga qonuniy dars berishni boshladi. Chaqiradi-da, va unga undoq qilasan, mana Konstitutsiyada mana modda bor, Jinoyat kodeksida mana modda bor deb, uni ichki ishlarga, tergov surishtiruv harakatlariga qarshi provokatsiya qilishni boshladi. Bu odam qamalib ketdi. Keyin bu yoqda turgan odamlar o'zini muammosini yana 2-3 baravarga ko'paytirib oldi, qonunsiz harakat qilib. Nimaga desa, ana u advokaturadan yuridik maslahat berayotgan odamni yuridik ma'lumoti yo'q edi. Umuman ma'lumoti yo'q edi. Haqqi yo'q. Aytishi mumkin, lekin uni yuridik ma'lumoti bor odam tahlil qilib beradi. O'zidan o'zi bo'lmaydi-ki. Bismillah. Xuddi shu singari. Jurnalistik surishtiruv qilyapman deb har qanday qichqirgan, yo'talgan, ichiga dam urib olib baqirayotgan odamlarga eshigini katta ochib qo'ymaslik kerak. Ular jamiyatni parokanda qilib tashlashadi. 3-4 so'm pul uchun har qanaqa narsaga tayyor ular. Bir tomonlama yoritishadi, bo'ldi. Pulni olgandan keyin men bilmadim deb turishaveradi. Ko'ryapmiz mana ijtimoiy tarmoqlarda bir tomonlama jurnalistik surishtiruv nomi bilan material qilib qo'yishgan ijtimoiy tarmoqqa, ikkinchi tomon kelib pul taklif qilsa, o'sha pulni olib, o'sha videoni olib tashashgan. Yoki olib tashash uchun pul talab qilishgan. Natijada qamalyapti, ko'ryapsizlar qanchasi. Shu narsalarni oldini olish kerak. Buni qonuniy asosini ishlab chiqish kerak. Bu yerda yuridik tomondan, siyosiy tomondan va jurnalistik ma'lumoti bor va mutasaddi bo'lgan tashkilotlar o'tirib bu masalada
asosiy qonunlarni ishlab chiqish kerak. Biz konstitutsiya asoslariga suyangan holda. Ana o'shanda keyin puchagi puchakka, saraga sarakka ajraladi. Kim jurnalistik surishtiruv qila oladi? Xohlagan tashkilotga, xohlagan davlat idorasiga eshik tepib kirib ketavermaydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ekspertiza tashkilotiga, ekspertiza qiladigan tashkilotga borib turib, katta xolangning uyda o'tiribsanmi deyapti. Bu o'ta xavfli. Bu o'ta xavfli harakat bu. Ekspertiza qiladigan joy. Bu yerda kimnidir qonida qanaqadir modda chiqdi, sifilist bo'ldi misol uchun, kimnidir o'ldirgan, qaysidir o'ligini yorish kerak. Bu joyga borib turib senlarga javob ber deyishga haqqi yo'q hech kimni. U qonunlarni tushunmaydi, savol berayotgan anavi Gemaroy. Tushunmaydi uni. Menga javob ber, qanaqa narsada keldi? Bunaqangi shantaj bilan, bunaqangi shallaqlik bilan o'zini gapini o'tkazishga harakat qilib, ekspertiza tashkilotiga eshikni tepib kiraverishlikka hech kimning haqqi yo'q. Buni nazorat qilish kerak. Xo'p, mana Furqat tumanida bo'lgan hodisalar bo'yicha sudda qatnashib, suddan chiqqandan keyin men safardaman hozir ham. Ba'zi sud hodisalari, sudda bo'lgan voqealar to'g'risida gapirib chiqqan edim. Sudda ishtirok etgan o'sha Furqat tumanidagi direktor va uni tarafini olib yurgan o'sha ba'zi bir blogerlar jiddiy shaklda jazavaga tushishyapti yana. Nimaga? Sodda oddiy gap. Bu ham o'sha yuqorida aytib kelayotgan gapimni mantiqiy bog'lanadigan joyi shu. Butun boshli xalqni direktor ayolni soliqchi bilan birga birinchi etajdan sudrab ikkinchi etajga olib chiqib, kiyimlarini yirtib, yechintirib videoga olishgan ekan. Eyvoh deb axborot tarqatishgan edi. Va bu axborotni tarqalgan paytidan to haqiqiy video chiqib ketgunga qadar men umuman aralashmadim. Ichki ishlarning ishi va menga qiziq emas bo'lgan hodisa. Kun.uz bu voqea to'g'risida nechta ham video chiqargan. Videolari 2 million, 3 million prosmotr bo'lgan. Hammasini hisoblasa 10 millionga yaqin prosmotr bo'lgan. Va o'sha videolarda asosiy fon, asosiy mavzu maktab direktori bo'lgan bechora ayolni ichki ishlar xodimlari 9 tasi soliqchini uyiga bostirib borib, urib, kiyimlarini yirtib, yechintirib, ular zino qilyapkan degan holda videoga olib tarqatdi degan mavzu bo'lgan. Butun xalq shunaqa deb tushungan. Va shuni urg'u berishgan. Sirojiddin media shunga urg'u bergan. Ko'ringlar videolarni. Ko'ringlar. Yechintirilgan siz-ku deb intervyuda ochiq aytayapti. Mana yechintirishdi buni deyishyapti. Keyin video chiqqandan keyin men aytdimki, to'xtanglar. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Menimcha yechintirilmagan ko'rinib turibdi hammasi. Bunga o'xshagan fahsh narsalarni tarqatmanglar. Kim mana shu fahshning tarafini olsa, dayus bo'ladi. Dayus odam tarafini oladi shunaqa narsalarni. Dedim, bu ham meni shaxsiy fikrim. Qiziqligini aytayin, bizni, ya'ni do'stlarimiz ham o'shanda meni gapimga o'zlaricha e'tiroz bildirishdi. Mana qayda qilishdi. Mehrobdan turib gapirishdi menga qarshi mana shu mavzularni. Vaqt o'tdi, kun o'tdi. 99.9% odam o'sha ayolni urib yechintirilgan ekan, voy dod bechora O'zbekistonda ichki ishlar iflos bo'lib ketgan deb turgan xalq
hozirgi kunga kelganda 98% orqaga qaytdi. Deyishdi, voy deyishdi. Voy bizni tovuğimiz noto'g'ri tuxumlab qo'ygan ekan-ku deyishdi. Deyishdimi? Deyishdi. Masalan, ikkinchi tomonni yoritgan Abror endi o'sha direktorga yoki soliqchiga yoki uni tarafini olib, uni orqasidan blok qilib yurgan siroj medialarga yoqmaydi-da, tabiiyki yoqmaydi-da. Nimaga? Maydonda muxoliflari yo'q edi, konkurentlari yo'q edi ularni. Hech kim ularga qarshi gapirmayotgan edi. Abror chiqib qarshi gapirdi ularga. Endi tabiiyki Abror yoqtirishmaydi. Qalblarida samimiyat bo'lsa chiqib tavba qilishardi. Kun.uz chiqib aytish kerak endi. Jurnalistik surishtiruv qildik, masalani bir tomoni ham bor ekan, deyish kerak. Agar qonuniy asos bo'lsa, mana shu Kun.uzdagi mana shu voqeani yoritgan jurnalistlarni ustidan ish ochilish kerak bo'ladi. Qarshi taraf odam emasmi? Sudda qatnashdim bechara qancha qarindosh urug'lari turibdi qamalganlarida. Ko'zlarida yosh. Ular bizning xalqimiz emasmi? Ular ham bolalarini ko'chaga borib qamalib keldi deb chiqarmagandir. Chiqarmagandir. 102 ga telefon bo'lsa, ular o'sha jinoyatning oldini olamiz deb yugurib kelgandir. O'sha joyda terrorist bo'lsa-chi, ustiga bomba bog'lab olgan odam bang deb portlatib yuborsa, 9 ta xodim o'ladi o'sha yerda. O'limga boryapti mabodo. Allohning tavfiqi bilan biz o'zi Bishkekka kelishimiz kerak edi. O'shga keladigan bo'lib qolib, yoki O'shga samolyotda uchamizmi yoki kunimiz to'g'ri kelmaydimi? Sud haqida eshitgan edim. Bir qancha bor advokatlar, bir ikkita odamlar taklif qildi. Keling sudga siz ham deb. Men bora olmas ekanman, 12-kuni safarimiz bor ekan dedim-u, Allohning tavfiqi o'sha kuni Andijonga kelib qo'ndik. Nonushtani qilgandan keyin 1 soat, 1,5 soatdan keyin sud. Kelinglar, o'tkazib keta qolaylik deb kirdik biz. E'tibor beringlar do'stlar. O'sha joyda suddan chiqqandan keyin qisqa, undan keyin o'tirib tahliliy bir sizlarga suhbat qilib berdim aeroportda o'tirib. Sud mana shunaqa bo'ldi dedim. Mana shu videoyimni manaman degan o'sha menga muxolif o'zidan muxolif yasab olgan jurnalistlar bo'ladimi, maktab direktori bo'ladimi? Oldiga qo'yinglarda qaysi gapi xato shuni. Sudda bo'lmagan narsani qanaqa qilib noto'g'ri yorityapti deb aytinglar. Agar noto'g'ri bo'lsa chiqib uzr so'ramagan nomard. Hech qanaqa haqorat yo'q, hech qanaqa tarafkashlik yo'q, hech kimni ayblash yo'q. Sudda nima bo'lgan bo'lsa shuni aytib berdim. Sudda advokatlar bergan savollarni, unga berilgan javoblarni, men orada ana maktab direktori tutilmasdan qat'iyat bilan javob beryapti deganim, javob bera olyapti degan ma'noda emas. Chiqib borib, ha, javob bera olyapman men deyapti ana maktab direktori. Hech ham javob bermayapti. Ya'ni javob bergandek bosim o'tkazyapti. Nimaga pulni ko'chada olmagansiz? Desa, men bunga javob berdim deyapti. Tutilmayapti. Xijolat qilmayapti. Nimaga ko'chada pulni olmagansiz? Sizni birinchi etajdan ikkinchi etajga sochingizdan tortib chiqqan bo'lsa, ekspertiza chiqadi, soch yulinadi. Topildimi shu? Yo'q deyapti. Ekspertizada sizni o'zini o'ldirish uchun dori ichgani tasdiqlanmadi degan narsa chiqyapti. Unga nima deysiz? Ekspertiza soxtalashtirilgan deyapti. Bu javob berganga o'xshagan gap, javob emas bu. Javob emas, qonuniy asosi yo'q bu gaplarning. Shaxsiy da'vo xolos bu. O'zidan qahramon yasab, hozir telefon qilsam javob bera olmaydi. Nimani gaplashaman u bilan, maktab direktori bilan nimani gaplashaman men? Gaplashishlikka yaraydigan nimasi bor u xotinni? Gaplashmoqchi bo'lsa, eri bilan kelsa gaplashaman. Shunda jonlini yoqamiz. Eri o'tiradi, o'zi xohlasa soliqchi ham kelsin. Menga savollarimga javob bersin, mayli, jurnalistik surishtiruvmi? Men jurnalistman. Magistraturada jurnalistikada o'qiganman. Huquqim bor meni. Jurnalistik surishtiruv qilamiz. Mana, men ochib beraman. Soliqchi o'tiradi, direktor o'tiradi, soliq direktorning xotini o'tiradi, eri o'tiradi, soliqchining xotini o'tiradi. 4 tasini oldida gaplashamiz. Savollarim bor meni.
xalqimiz berayotgan savollar bor. Shu xalqimizning savollarini men beraman. Tayyormisizlar? Maktab direktori sizga murojaat. Tayyormisiz? Soliqchi eringiz ham keladi. Chunki eringiz ham ishtirok etgan, qaysi ma'noda? Sizni o'sha kuni ichki ishlarga olib borishganida eringiz ham olib kelishgan. O'tiribsizlar, gaplashamiz. Nima demadinglar? Xalqimiz nima deylar? Ha? Faqat bir tomonni yig'lab orqasiga musiqa qo'yib bu yechintirilgan, urilgan deyapsizlar. Ana blogerlar. Biz bu tomonni ham ochib beramiz. Qani? Gaplasholmaydi deydi. Hey. Sanlarni o katta xolalaring bilan ham gaplashib kelganmiz biz. O man degan qo'liga qurol ko'tarib kelganlar bilan gaplashib kelganmiz. O Fransiyagacha quvib borganmiz. Ana yuzi yo'q galoboy parvarlarni Fransiyagacha quvib borganmiz. Fransiyada ikkita MMAchiga pul berib bizga qarshi torpeda qilgan paytida 3 sekundlik videoni qo'yib qo'yib, Abror qochdi desa qarsak chalyapsanlar. Abror tug'ilganidan beri qochgani yo'q, inshaalloh o'lguncha qochmaydi. O'limni quvib yurgan inson bu. Haq zohir bo'lsin deb. Gaplasholmaydi. Gaplashamanki, mazaylarni qochirib qo'yaman. Sizlar gaplasha olmaysizlar. Mana tayyorman. Siroj Media kelsin, Jahongir To'laganov kelsin, Otabek Jo'rayev kelsin, o'tiringlar hammanglar. Maktab direktori kelsin, soliqchi kelsin, maktab direktorining eri kelsin, soliqchining xotini kelsin, yuzlashtiramiz. Qonuniy asos advokatlar sudda o'zi gaplashyapti. Biz jurnalistik suhbat uyushtiramiz. Savollarim bor, javob berishsin. Sudda bo'lgan hodisalarni hech bitta joyga narsa qo'shmasdan shunday yoritib chiqsam, jazavaga tushishyapti. Shunaqa pitirchilashyapti. Mulla deyishyapti, ya'ni chala mulla deyishyapti. O'zlari to'la mullamikin a? Bizni chala mulla deyishyapti. Nimaga jazavaga tushyapti? Ha? Savol, mantiqiy savol. Nimaga jazavaga tushyapti ular? Maydonda o'zlarini konkurenti yo'q holda harakat qilishyapti. Abror chiqib, masalan mana bu tomoni bor degani ularga yoqmayapti. O'shanga ular jazavaga tushyapti. Xalqni hissiyotiga o'ynab, orqasiga musiqa qo'yib qo'yib, bir masalani boshqacha yoritishgan edi. Men biror marta aytdimmi, o'sha ichki ishlar xodimi %100 oq deb. Urgan bo'lsa, yechintirgan bo'lsa, sun'iy shaklda sahna yaratib, ikkita begunoh erkak va xotinni zino qilayotganda ayblab video olgan bo'lsa va videoni tarqatgan bo'lsa, shu moddalar bilan ayblansin ular deb kelyapman. Haligacha aytib beryapman buni. Sudda ikkitasi ikki kishi qamaldi. Akmal Hajjayev bilan yana Rasulov degan qamaldi. Qamalgandan keyin jurnalistlar chiqib aytayaptiki, mana deyapti. Maktab direktori g'alaba qozondi deyapti. Ya'ni u yechintirilgan ekan, uni yechintirganlar qamaldi degan fonni berishdi. Chiqib gapirdimki, men uni yechintirgani uchun qamalmadi ular. Ularni qamalgani administrativ, ya'ni dokument hujjatlarda noto'g'ri qilishgan. Biz O'zbekiston qonunchiligida bir xonadonga bostirib borsangiz, ikkita erkak xotin yalang'och turgan bo'lsa, ikkalasi rozi bo'lsa, chiqib ketish kerak bo'ldi. Ular chiqib ketmagan, mana shu xatolari bo'lgan. Ular rozi bo'lgan, ikkalasi o'tirib degan narsa bo'lgan. 141-modda. Bu maktab direktori ikkita narsadan bittasini tan olish kerak holatga tushib qoldi-da hozir. Yo aytish kerak, ha biz soliqchi bilan jinsiy munosabatlarda rozilik asosida qilyapmiz. Nima haqlaring bor deb ochiq aytish kerak. Bo'ldi, hech kim bularga qaramaydi, gapirmaydi. O'zini eri, o'zini oilasi, bolalari hal qilib oladi uni. Mabodo shunaqa bo'lgan bo'lsa. Yoki bular bizga shunaqa saxta yaratgan, bular bizni urib, yechintirgan degan narsani isbotlash kerak. Ikkita bir-biriga zid narsa jamlanib qolyapti. Yo buni isbotlasa buni tan olish kerak,
Yo'q, buni inkor qilsa, buni isbotlash kerak. Yo'q deyapti-da bular. Ikkalasida ham haqmiz deyapti. U nima degani? Ham shahidman, ham tirik qolishim kerak deyapti. Shahid tirik qolmaydi. Shahid bo'lish uchun o'lish kerak. Yo shahid bo'lgin, yo tirik qolgin. Ikkalasida ham haq bo'lishing mumkin emas. Ana ularni seni yechintirganligini soliqchiga murojaat qilyapman. Soliqchi sizni o'shalar yechintirib, o'sha erkaklik a'zoyingizga salfetkami, salafannimi kiydirib qo'yganligini isbotlab, ularni jinoiy javobgarlikka torttirishingiz kerak. Yoki aytishingiz kerakki, men O'zbekistonda, O'zbekiston qonunchiligida yashayapman. Men begona xotin bilan rozilik asosida jinsiy munosabatda bo'lishimga hech kimning haqqi yo'q deb e'tirof qilishingiz kerak. Masala to'xtaydi. Qonuniy asosini hal qiladi. Nimaga aldayapsizlar? Nimaga xalq ustidan kulyapsizlar? Xalq sizlarga maymunmi sirkda o'ynatadigan? Men sizlarga aytdimmi? Men bu masalani oxiriga boraman, mazanglar qochib qoladi. Qarshilarda ahmoq xalq o'tirgani yo'q, xalq dono bo'ladi. 4-5 ta troll bizga qarshi nimadir yozayotgan bo'lsa, kommentga qaranglar, ana Abrorga qarshi, butun xalq qarshi deb unaqa fon yaratmanglar. Abrorga xalq qarshi emas. Abrorni ko'targan bo'lsa, xalq ko'targan. Abrorni hurmat qilgan bo'lsa, xalq hurmat qilgan. Abrorni shaxsiy boyligi emas xalq. Shu xalqning ichida qo'limizdan kelgancha shunaqangi jinoyatchilarga, qo'lida qurol bor odamlarga qarshi haqiqatni aytib kelganimiz uchun xalq bizni hurmat qilyapti. Borgan joyimizda hurmatimizni joyiga qo'yapti. Biroz keskinroq aytdim, haq bilan botil o'rtasidagi mujodalada do'stlar, qaysi tarafda turishni tanlab oling. Gapingiz bilan ham javob berasiz. Said ibn Jubayr mashhur tobiinlardan bo'lgan. Shu kishini Hajjoj olib kelib qatl qilish uchun mahkamaga tortgan paytida savollar bergan. Savollardan biri Hazrati Ali bilan Muaviya radhiyallohu anhu haqlarida nima deysan degan. Ikkalalar o'rtasida qonli jang bo'lgani haqida nima deysan deganda, u kishi aytganlarki, Alloh taolo bizni qo'limizni o'sha jangdagi qilishdan asradi. Endi tilimiz bilan ishtirok etishlikka ya'ni haqqimiz yo'q, aralashmayman men degan. Tilim bilan aralashib javobgar bo'lmayman men degan. Qo'lim qatnashmagan-ku degan. Tilingiz bilan bu jangga aralashib qolmang. Tarafkashlik qilib qolmang. To'g'ri turing, haq tarafda turing. Uning uchun haqni bilib oling. Men bir narsaga guvoh bo'lyapman-da, bizni erkin e'tiqod ilmiy bahs maydoni degan Telegram guruhlarimiz bor. 10 ming atroflarida ya'ni taqibchilari bor, bahslar bo'lib turadi. Shu bahslarga YouTube, Facebook, Instagramlarda menga qarshi montaj qilib mana shunaqangi bahslarda noto'g'ri tomonni yoritganlarni chaqirishadi. Ular bilan bahs qilishadi. Va ming taassuf bo'lsinki, o'sha montaj qilib yurganlar, o'shanaqa ish qilib yurganlarni 99.9%ni ID'si tekshirilsa, shunaqangi Telegram botlar chiqib ketgan. Tekshirilsa, o'sha ID'da chiqqan informatsiyalarni ko'rganda yoqangizni ushlaysiz. Bizga qarshi montaj qilayotganlar aksariyati galoboylar. Galoboy guruhlarida bir sutkalik kvartira bormi, aktivmisiz, passivmisiz degan yozishmalari chiqib keladi. Abrorga qarshi bo'lgan odamlar montaj qilib shunaqangi narsa qilib yurganlar galoboylar bo'lib chiqadi. Yoki fohishalar bo'lib chiqadi. Nimaga ekan? Nimaga yoqmas ekanmiz shularga desak, tagida masala boshqa masala bo'ladi. Biz fohishalikka, galoboylikka qarshi ekanligimiz ularga yoqmaydi. Masalani boshqa tomonidan Abrorning jumlasidan xato qidirib, o'sha jumlani montaj-shantaj qilib o'tirgan bo'lishadi. Shuning uchun do'stlar, masalani o'rganib, mohiyatiga yetib borib,
keyin aralashing, mabodo aralashsangiz. Bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. Bismillah. Qisqaroq gapirmoqchi edim. Masalamiz haq ahli kam bo'ladi. Haq ahlini qo'llab-quvvatlovchilar ham kam bo'ladi. Lekin haq ahli har doim g'alaba qiladi. Buni esdan chiqarmang. Haq bo'lsang yetarlar qadringga. Sabr qil, ajr bor sabringga. Sen yolg'iz kirarsan qabringga. Unutma, o'lim bor. Unutma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.